tog'ajon, ketaman deb ovora bo'lmang. Yana bir hafta qolasiz. Mana o'zlari Toshkent City'ni hamma yerini aylantiraman deyaptilar, to'g'rimi? Shaharda aylantiraman desa qolaman men. Mayli tog'a, ishga borib kelay, aylantiraman endi. Albatta. Sen ana oq olimpikami dazmollab chiroyli qilib qo'y. Oq olimpikangiz hali kir mashinada turibdi, hali yuvmadi. Obbo, hech bo'lmasa u yeng kalta seriyasi bor-da, shuni taxlab qo'y. Qayerdaligini ham bilmayman, esimda yo'q. Ko'rmaysizmi tog'a, shular chiroyli qilib taxlab qo'ymaydimi xotin degani? Kir yuvaymi, ovqat qilaymi, molga qaraymi, yo огородga qaraymi, bolalarga qaraymi, qaysi biriga ulguray? To'g'ri aytayapti-da. Chumchuqday joni bilan qaysi biriga bo'lsin bu? Shuda tog'a, ayting. Tog'a, nima qil deysiz? Sen nima qilasan bilmayman, lekin men xotinni ikkita qilganman-da. Uni yangalaring bir-biriga yordam beryapti. Bittasi uy ishini qilsa, bittasi menga qaraydi. Mana qara, chaqmoqday qilib qo'yibdi. Mana, tog'ajon, hozir onlayn bilet chiqdi. Bugun kechda uyga ketmasangiz bo'lmaydi, tog'ajon. Kuyov shaharda aylantirmoqchi edi-ku. Boshqa safar tog'ajon, sizni hozir jo'natmasam, boshimga bir aniq katta balo keladiganga o'xshaydi. Sizlarni shaharda ikkinchi xotinni balo deydimi? Bizni qishloqda kundosh deydi, jiyan.